Assalomu alaykum Instagram kuzatuvchilarim, hammalar yaxshimisizlar? O'zim ko'rgan natija haqida ozgina sizlarga aytib bermoqchiman. Purskin seriyasini so'z geli. Bu ugrilarga qarshi. Ko'rayotgan bo'lsangiz, mana 3 ta dona ugridan qolgan iz turibdi. Mana bu izlarni oldida yiringli ugrilar bor edi. Qattiq, tegi juda ham qattiq, ichi to'la yiring va katta edi. Hozir mana faqatgina izi qoldi, ya'ni bu postakne deyiladi va men bu ugrilarni mana bu so'z gel bilan quritdim. Haqiqatan men buni birinchi marta ishlatishim, lekin men o'z Oriflame'da 12 yildan beri ishlayman. No, men ugrilik hech qachon bezovta qilmagan. No, ozgina gormonal narushение bo'lib, menda mana shu sohamda ozgina ugri chiqishi boshladi. Mana izi bor, lekin haqiqatan men sizlarga 100% tavsiya qilaman. Agar sizlarni ham shunaqa ugrilar, yiringli, qattiq ugrilar qiynayotgan bo'lsa, zo'r natija berar ekan. Men o'zim shu kompaniyada ishlab, birinchi marta shundan ishlatib ko'rdim. Ya'ni menda oldin ugri bo'lmagan uchun ugri bo'ldi, men ishlatdim va natijasini ko'rishingiz mumkin. O'sha ugridan asar yo'q, faqat postakne bor. Tavsiya qilaman qizlar.